Laylo ismining ortida qanday sirli kuch yotganini hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu ism shunchaki chiroyli jaranglamaydi, u o'zida tunning butun jozibasini jamlagan. Arab tilida kirib kelgan Laylo so'zi eng qorong'u va go'zal tun degan ma'noni anglatadi. Tarixda u nafaqat go'zallik, balki cheksiz muhabbat va sadoqat ramzi bo'lib muhrlangan. Bu ism egalari tabiatdan tug'ma aristokratik ruhga ega. Ularning eng kuchli tomoni o'ta rivojlangan intuitiv sezgi va insonlar qalbini so'zsiz tushuna olish qobiliyatidir. Laylolar tashqi ko'rinishda nihoyatda nazokatli bo'lsalarda, ichki irodalari po'latdek mustahkamdir. Ular hayot qiyinchiliklari qarshisida hech qachon taslim bo'lmaydigan haqiqiy kurashchilardir. Psixologiyada bu ism egalari sirli va jozibali shaxslar deb ta'riflanadi. Ular sadoqatni hamma narsadan ustun qo'yadi va o'z qadrini biladigan insonlar sirasiga kiradi. Hayotingizni yoritguvchi go'zal Laylolarga ushbu videoni yuboring va uning qanchalik betakror ekanligini eslatib o'ting.